17 yoshlardagi o'smirlarni nimanidir jiddiy o'ylashga majbur qiladigan ertaknamo qissa bo'lmish Dorian Grayning portreti asari Oskar Wildening yagona chop etilgan romani hisoblanadi. Asar boshida o'z go'zalligi va axloqi bilan barchani hayratga soladigan yigitcha Dorian Gray rassom Basil Hallwardga o'zining portretini chizdirishga qaror qiladi. Portreti tayyor bo'lgach, Dorian unga qarab shunday tilak tilaydiki, uning ushbu orzusi keyingi hayotini butkul o'zgartirib yuboradi. Ya'ni, u o'zi yosh va navqiron holicha qolishini, o'rniga esa o'sha portreti qarishini so'raydi va uning ushbu istagi amalga oshadi. Asarning davomida Dorian o'zining yangi do'sti oqsuyak Lord Genrining axloqqa to'g'ri kelmas ishlariga qanday sherik bo'lib qolganini sezmay qoladi. O'z jirkanchliklari va badbin harakatlarining aksi portretida ko'rina boshlaganini sezgan Dorian uni odamlar nigohidan yashirib qo'yishga qaror qiladi. Qilgan jinoyatlari va qora ishlariga qaramasdan Dorian Gray hamon go'zal va yosh ko'rinishga ega edi. Ammo uning surati xunuklashib, hattoki tanib bo'lmas darajaga kelib qolgandi. Abadiy navqironlik tilagan Dorian Gray asar oxirida o'z joniga qasd qiladi.